Salom hammaga. U sizni qanday inson deb biladi? Shu haqida ko'ramiz. Unda ketdik. Like bosgan, obuna bo'lganlarni niyatini oldim. Unda sizlar uchun ko'raman. Ketdik. Ikkita karta qo'yaman. Ikkita kartadan xohlaganlaringizni ko'rishlaringiz mumkin. U sizni qanday inson deb biladi? Like bosgan, kommentar yozganlar, obuna bo'lganlar, kattakon tashakkur. Unda ketdik. U sizni qanday inson deb biladi? Diqqat e'tiborlaringizni kartalarga qaratgan holda faqatgina o'zingiz haqingizda o'ylang. Unda ketdik. Birinchi kartadan boshlaymiz. U inson sizni qanday inson deb biladi? Yolg'izlikni yoqtiradigan, hammaga ham sirini aytavermaydigan, lekin ko'pincha ma'yus yuradigan inson deb biladi. Sizni ko'p kutadigan deb biladi, ko'p kutadigan, sabrli inson deb. Lekin ko'pincha negadir yolg'iz deb biladi. Judayam o'ziga qaraydigan, latofatli, abjir, odamlarni har doim o'ziga qarata oladigan, har qanday qiyin vaziyatda ham o'ziga nisbatan vaqt topa oladigan inson deb biladi. Judayam ifori, sizni qandaydir doim o'ziga tortib turadi shekilli, chunki siz haqingizda judayam samimiy fikrda. Kuchli, har kimga ham ishonavermaydigan, gapini har kimga ham aytavermaydigan inson deb biladi. Lekin negadir tushkunlikka ko'p tushib qoladigan inson deb biladi. O'zini ko'p kutishini biladi. Ba'zan yosh bolalardek quvnoq xarakteri bor. Har doim nimagadir erishuvchan, qanaqadir nimagadir intiluvchan, judayam ba'zan bolalarcha bo'lgan xarakteri bor deb biladi. Ko'pincha bitta gapni bu inson qayta qaytarishingizni uncha yoqtirmaydiganga o'xshaydi. Negadir qayta qaytarishingizni judayam yoqtirmaydi bu inson. Lekin doim siz bilan birgalikda o'zini bolalardek his qiladi. Sizni qandaydir atrofingizda sizni qo'llab-quvvatlaydigan insonlaringiz ko'p deb o'ylaydi. Lekin sizdan qandaydir ayrilib qolishdan ham judayam qo'rqadi. Shunga o'xshagan kartamiz chiqdi. Siz haqingizda qanday o'ylaydi? Keyingisi. Siz haqingizda qanday o'ylaydi? Judayam mag'rur, bir marta ikkinchi kartamizda bir marta ketsa qaytib kelmaydigan inson. Orzulari judayam baland. Bu insonga yetishish oson bo'lmaydi deb o'ylaydi. O'ziga judayam ishonuvchan, menimcha ko'p o'qigan yo o'rgangan deydi. Hayot tajribasi kuchli inson deb biladi. Sizni har doim yoningizda kuchli, yaxshi insonlar ko'p bor deb o'ylaydi. Sabrli, judayam sabri keng inson, sabrli inson deb biladi. Ba'zan jahlingiz bir chiqsa, hech qachon ayamasligingizni ham biladi. Negadir sizdan kechgan odam o'ziga osonlikcha o'ziga kela olmaydi deb o'ylaydi. Judayam go'zal, qo'l yetsa, qo'l yetishi oson inson emas. Nimagadir sizni doimiy yoningizda sizni qo'llab-quvvatlaydigan insonlaringiz bor, lekin sizdan ba'zidan jahlingiz chiqishidan yoki o'zidan voz kechishidan judayam qo'rqadigan inson. Nimagadir sizga nisbatan bu inson judayam ehtiyotkorlik bilan muomala qiladi bu inson. Shunga o'xshagan kartamiz tushdi. Ikkinchi kartamizni tanlaganlar aslida birozgina mag'rur insonlar. Bir kishi dilini og'ritdimi, u insonni uncha-bunchaga kechirmaydi. Orzulari judayam katta,
har qanday qiyinchilik vaziyatdan ham nima deydi, o'z mehnati, sabri bilan chiqib ketadigan inson. Keksalarni hurmat qiladigan, sabrli inson. Bunday insonlardan boy, badavlat inson albatta chiqadi. Keyin sizni doim qo'llab-quvvatlaydigan insonlar oldingizda bo'ladi. U inson judayam sizga nisbatan qo'rquvda turadi, chunki yo'qotib qo'yishni xohlamaydi. Har doim sizni sabrli va aqlli inson deb biladi. Ba'zan sizni aytgan gaplaringiz uni oylab, haftalab yoki joyi kelsa yillab unutolmaydigan darajaga olib kelib qo'yishi mumkin, deyapti kartalarimiz. Uni haqingizda fikrlari. Kattakon rahmat. Like bosishni unutmang. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Kattakon rahmat. Sog' salomat bo'ling. Rahmat.